Mani tashxisim ko'krak saratoni bo'lgan. Ancha ximiyalar oldim, operatsiyalar bo'ldim. Shu xonadonga kelganimda G'afur opam mana shu karotina yog'ini iching dedilar. Majbur qilib etdilar. Sog'ayib ketishingiz uchun iching, shuni ichib ko'ring dedilar. Mayli dedim. Ichkim kelib, ichkim kelmay mana shunaqa qarasam, shiringina yaxshi ketyapti. Hafsala qilib ichdim shuni. Orada yana 2023-yil yana lecheniya olishga to'g'ri keldi. Keyin aytdilar, mana shuni ixlos bilan iching Kamola siz mana shu ikkalovini ichib ko'ring, faqat ikkalovini ichib ko'ring dedilar. Ximiya olib bo'lganimdan keyin orada 21 kun o'tadi. 21 kun ichida men 10 kun o'zimga kelib olganimdan keyin parallel mana shu karotina yog'ini ichdim och qoringa. 3 mahal hozir ham aytdilar, yaxshi bo'lib ketasizlar debdi. Xudoga shukr, mana shu 2 mahal ichyapman. 3 mahal ichmasam ham 2 mahal ichyapman. Mana yaqinda ham UZI qildirib keldim. Nimagadir ximiyalarim ham tugadi. Targetni yozib berdi doktorim. Xudoga shukr mana. Rahmat o'sha doktorimga ham, Zulayxon Baxtiyorovnaga. Ular bilan baravar qildik. Ularni aytganini ximiyalardan keyin dorilarni qilib, mana shu ixlos qilib, karotinani ham ichib